Buzoq burji vakillarini boshladim. Kartantayda bu yerda hozir sizda nimalardan boshlanish ehtimoli bor noyabr oyini? Yangiliklar bo'lib qolish, xursandchiliklar, внезапно o'zgarishlar, yangiliklar bo'lishi, o'zgarishlar, sizni qandaydir shubha gumonli holatlaringizdan chiqarishlar, balkim уже ko'proq siz ko'pchilikka qo'shilmasdan, ko'pchilikni xohlamasdan, shunaqa o'zingizdagi shubha gumonlar, o'zingizni ichingizdagi haligi nima deydi, o'zingizni diqqat qiladigan, shubha qiladigan, ko'proq o'zingiz ichingizga qamalib oladigan holatdan o'zingiz ichingizda turmadan otilib chiqishingiz, уже tashqariga chiqishingiz, o'zingizga erkinlik berishingiz, oldiga bosishlar bilan sizga oy boshlanyapti deyarli. Yaxshi kartalar, chunki deganda odamcha o'zini ichiga qobig'iga o'ralib olish kerak emas. Munosabatingizda nima gap? Munosabatingizda nima gap? Munosabatingizda xabarlar kelishi bor. Xabarlar erkak kishidan xabarlar kelishi bor. Menimcha o'zgarishlar bo'lyapti. Rezko birdaniga o'zgarishlar bo'lyapti. Albatta siz mana o'zingizni qobig'ingizdan chiqsangiz, ochilib, o'sha transformatsiya bo'lib, o'zingizda o'zgarishlar, lunada o'tirib olaverib, bunaqa shubha gumonlarda, o'y xayollarda, o'zingizni diqqatchiligingiz bilan o'zingiz ichingizga tushib ketmasdan ko'proq erkinlikka chiqsangiz, уже sizda o'zgarishlar bo'lyapti munosabatda ham. Munosabatda ham уже ko'proq siz o'zingizga yaqinlashtirmayotganingiz, ko'p narsadan hafsalangiz sovib ketayotgani, shuni hisobiga ham siz nihoyatda жесткий ayolga aylanib qolayotganingiz, sovuq energiyalarga aylanib qolayotganingiz tushyapti. Agarda hayotingizda уже ketgan odam bo'lsa, u odamga rahmat aytib, уже qo'yib yuborishingiz kerak bu munosabatlarni. Sizni mana holatga, mana sovuq yolg'izlikka, hech narsaga ovunmaslikka, ko'proq sovuq energiyaga olib kelmasligi uchun уже hayotingizga boshqa haq nohaqlikka qarab turib, уже отношенияda o'zingizdagi kuch, muhabbat, energiyangizni oshirishingiz kerak. Energiyangiz oshadi deyapti bu yerda. No, lekin u narsani siz дальше olib tushirib yuborishingiz kerak. Sizga qandaydir o'zgarishlar kirib kelyapti hayotingiz. Noyabr oyida o'zgarishlar bo'lish ehtimollari bor. Lekin u baribir ham siz ko'proq mana holatdan уже mana holatga chiqishingiz kerak. O'zingiz ichingizdagi siqilinch, muammolarni, o'zingiz ichingizdagi переживание, diqqatchilik bo'lgan holatlarni qo'yib yuborishingiz kerak. Oilangizda nima gap? Oilangizda nima bo'lyapti? Oilangizda juda ham xursandchiliklar bo'lyapti. Balkim menimcha oilalarda пополнение, kimdir tug'ilishi, jijishka dunyoga kelishi ham bor bu yerda. Lekin charchab, urinib qolishingiz bor-u, lekin sizga qandaydir внезапно kutilmaganda xursandchiliklar bo'lib qolyapti. No, shunda ham baribir siz o'zingizga menga kerakmi bu narsalar deyapsiz. Qandaydir kelishmovchiliklar bo'lyapti, lekin u kelishmovchiliklarni уже hal qilish yo'llari bo'lyapti sizda. O'zingizda qandaydir yaxshi xabarlar, yaxshi energiyalar, yaxshi tarafga направлениялар qilib, bolani ko'rsatyapti bu yerda. Bola temasida nima gap ekan? Yo'q, bolada deyarli hamma yoq tinchlik, bolangizda hamma yoq tinchlik, yokida farzandlaringiz otasi, agarda ajrimda bo'lsangiz, farzandlaringiz otasidan qandaydir xat xabarlar yoki qo'llashlarmi, shunga o'xshagan holatlar eshitishingiz bor. Bo'lmasam oilangizda jicha kelishmovchilik bo'lyapti, no, baribir ham основной xursandchilik, yaxshi energiyalar borligi ko'rinyapti. Ishingizda nima gap? Ishingizni ko'raylikchi. Ishingizda nima gap? Ishda nima gap so'z? Kelishmovchiliklar orqasidan qandaydir xitrli holatdan chiqishingiz bormi? No, holatdan chiqib sizga уже bu narsa yaxshilikka olib kelyapti. No, lekin jicha bari charchab, urinib qolishingiz degan narsalar bor ishingizda. Deyarli ishingizda ishlayapsiz, uddasidan chiqyapsiz, qandaydir серьезный, no, pul kelishi bor. Deyarli ishingizda pul kanallaringiz ishlayapti, pul kelishi bor. Ishingizda charchab, urinib qolish boshida, balkim oyni boshida bo'lyapti shekilli bu narsa.
qandaydir kelishmovchiliklarmi shularni hisobida ishdan ketgisi kelib qolyapti. Ishdan ketgisi kelib qolyapti-yu, lekin menimcha yoningizdagi konkurentlar u narsaga yo'l qo'ymayaptimi? Shunga o'xshagan holatlar bo'lyapti. Charchab qolish, urinib qolish bo'lyapti. No, menimcha ishdan ketmayapsiz. Ishingizda sizga pul kelishi bor. Pul kanallaringizda yaxshi o'zgarishlar bo'layotgani ko'rinyapti bu yerda. Kutilmagan holatlarda nima gap? Kutilmagan holatlarda qandaydir o'zingiz kutmagan yangiliklar bo'lib qolishi mumkin. Qandaydir siz haqingizda, o'zingiz haqingizda yokida siz kutmagan joydan qandaydir yangilik emas, yashirilgan narsalarni eshitib qolishingiz mumkin. Balkim bo'lishi mumkin, sizni o'zingiz bu yerda уже kutilmagan holatda sizni o'zingizda o'zgarish bo'lib, tashqariga chiqishingiz, ko'pchilikka qo'shilishingiz, ko'pchiliklar bilan kelishuv bo'lishayotgan holati bo'lishi ham mumkin. Lekinda qandaydir sizda tanlov bo'lish ehtimoli bo'lyapti. Tanlov bo'lish ehtimoli qandaydir zapretni, yashirincha narsalar sizga anindaqa ma'lum bo'lyapti deydimi, shunga o'xshagan holat. No, lekin bu narsa sizni yomon holatga solmayapti. Aksincha sizga yaxshi xabarlar, yaxshi pribillarmi, yaxshi holatlarda eshitishingiz bo'lyapti. Kutilmagan holatlarda qandaydir yashirincha gap so'zlarni eshitasiz, yashirincha narsalarni, bu narsa sizni quvontiryapti. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Shuni ko'raylikchi, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Menimcha bu yerda ko'pchilikka уже astodil tezlikda harakat qilishdan ehtiyot bo'ling. Даже ehtiyot bo'ling, janjalmi, qandaydir liderствoli qilishdan, qandaydir ko'pchilikni o'zingizni orqangizdan olib ketish kabi. Shunga o'xshagan holatda tezlik bo'lib qo'yishdan, tezlikka qo'shilib qo'yishdan, ko'pchilik bilan sizda tanlov turibdi u narsada qo'shilish, qo'shilmaslik. Xullas kalom ko'pchiligiga qo'shiladigan yokida birovlar sizni monga qo'shil, manaqa qilamiz desa, hozirda bu oyda qilmay turganingiz ma'qul. Menimcha bu oyda sabr qilib, kutib o'tkazsangiz, sizni o'zingizni kuchingiz, o'zingizni vaqtingiz keladi deyapti. Yokida siz o'zingiz yolg'izlikda harakat qilishingiz kerak, birovlarga qo'shilmasdan o'zingizni ustingizda ishlab, o'z kuchingiz bilan o'z yo'nalishingizni topganingiz ma'qul deyapti. Sizni nima xursand qilyapti bu oyda? Shuni ko'raylikchi. Bu oyda sizni nima xursand qilyapti? Beg'uborlik xursand qilyapti. Birov bilan uchrashuvmi? Kutgan holatingizdagi uchrashuv. Menimcha balkim dugonalaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan dam olib, shunaqa jicha xursandchiliklar, siz melch xursandchiliklar sizni xursand qilyapti. Deyarli energiyangiz yaxshi holatdaligi xursand. Psixический holatingizni ko'raylikchi. Asab taraflama. Nima holatdasiz bu oyda? Psixический holatingiz, charchab qolyapsiz, urinib qolyapsiz, ko'p narsalarni bo'yningizga olyapsiz. No, sizda ochilish bo'lyapti, ancha ulg'ayish bo'lyapti, lekin baribir ham ko'proq charchab, urinib qolib, keyin o'zingizga mumkin emas joylarga уже jicha taraflama berilib qolishingiz bor. O'zingizga mumkin emas joylarda hisobda berilib qolishingiz bor. No, lekin o'zingizda o'sish bo'lyapti bu taraflama. Psixический holatingiz deyarli og'ir, qiyindan boshlanyapti, keyin уже balansga o'tyapsiz, нежный energiyalarga, haligi ko'proq yaxshi ko'rish energiyasi ham bor bu yerda. Ko'proq to'lish, menimcha o'zingizni ichingizda topyapsiz xursandchilikni, o'zingizni ichingizda barakangizni topyapsiz, o'zingizni qalbingizni oromini topyapsiz. Ayollik energiyangizda nima gap so'z? Ayollik energiyangiz o'zingizni qo'lingizda, yomon emas. Ayollik energiyangizda xursandchilik deyarli baland, yaxshi o'ynayapti. Уже hamma yo'q balans joyida. Oyda energiyasi qanaqa bo'lyapti? Bu oyda siz kutilmagan holatlar, yangiliklar bo'lishi bor. Siz uchun muhim bu narsalar. Yashirincha narsalar oshkora bo'lishi bor sizga. Keyin qandaydir anaqalar kelishi bor. Siz bilmagan tarafdan sizga bilimlar kelishi bor. Deyarli oy sokinlikda, o'z ustingizda ishlashda, tinchlikda, pok'oylikda shunaqa narsalarda o'tyapti.